Qanday go'zal manzara. Mazza qilib ko'ring. Bunaqa go'zal manzarani hamma ham sizlarga ko'rsatavermaydi. Mana buni qarang, tog'larni qarang qanaqa chiroyliligini. Katamaranlar ham bor mana. Mazza qilib uchsa bo'ladigan. Soat 4 bo'ldi hozir. Biz soat 4 da уже yerda biz. Mana tog'larni ko'ryapsizlarmi? Mana qanaqa chiroyli va go'zal manzara. Bunaqa manzarani sizlarga hamma ham ko'rsatavermaydi. Ko'rib mazza qilib ko'ring mana. Ana, ko'ryapsizmi qanaqa chiroyli manzara. Suvlarni qarasangchi suvlarni. Voy voy. Ana. Voy. Biz ham keldik dam olgani, sizlar ham kelinglar. Mazza qilib dam olamiz. Mazza qilib cho'milamiz. Mana. Ko'ryapsizmi qanaqa chiroyli manzara. Bunaqa manzarani hamma ham sizlarga ko'rsatavermaydi. Tog'larni qaranglar. Voy voy. Juda ham chiroyli-da. Bu yarim joyi suv dengizini ko'rsatyapman sizlarga. Ana. Suv ham tiniq, chiroyli. Bu yerda yana basseynlari ham bor ekan. Jetski basseyn, kattalarning basseyni ham bor ekan. Va yana bu yerda kabinalari ham bor ekan. Xonalari ham bor ekan va yana kalvatlari ham bor ekan. Tapchanlari ham bor ekan mana. Tapchanlari ham bor ekan. Tapchanlari juda yaxshi o'ralgan brezent bilan. Rosa chiroyli o'ralgan. Akkuratniy brezentlar bilan o'ralgan, juda zo'r. Mazza qilib kelib dam olsanglar bo'ladi. Qarang, haqiqatdan ham chiroyli manzara. Tabiatni ko'ryapsizmi? Allohning kuchini. Mana Allohning kuchi bilan, Allohning madadi bilan shu yerlarga kelib turibmiz biz ham mana. Sizlar ham kelinglar. Qolib ketmanglar. Mazza qilib dam olasizlar. Hozir hech kim yo'q, lekin bir past turib odam ko'payib ketadi. Odamlar bor, nariroqda bor ekanda. Sal nariroqda hali uxlashyapti. Lekin men har kun soat 4 da turaman voqli, o'shaning uchun mana ko'rsatyapman go'zal manzarani. Ko'ringlar, hamma ham ko'rsatavermaydi. Mana sizlarga yaqinroq olib kelib ko'rsataman hozir suvni. Ko'rasizlar. Bizaniki piramidani oldida bu yerda dam olish oromgohi, dam olish joyi piramidani yonidagi delfinariy deydimi, nimadir dirkanda ish qilib shu yerda. Mana ko'ryapsizlarmi suvlarni? Suvni ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli manzara. Mazza qilib kelinglar, dam olamiz. Gap yo'q bu suvlariga mana. Yaqinroq ko'rsatay sizlarga mana suvlarni. Ana. Bu yog'i sal sayozroq, nariroq yursanglar chuqur bo'ladi. Suzishni bilmaydiganlar ham qulay joy ekan bu mana. Suzishni bilmasanglar amdora olishinglar mumkin mana. Quyoshni ham mana ko'ryapsizmi? Quyosh chiqyapti. Uyalib tushyapti pastga, hozir ko'tariladi. Men video ana ko'tarib ko'rdingmi? Videoga olayotganim ko'rib quyosh uyalib pastga tushyapti mana. Mana yana ko'tarilyapti. Ana ko'rdingizmi? Ana yana bekib oldi quyosh. Hozir yana chiqadi. Ana. Ana. Yana bekinadi. Bekinyapti. Yana chiqadi. Ko'rdinglarmi qanaqa chiroyli? Ana, mazza qilasizlar, kelinglar. Kutamiz.